Barchaga salom. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qani unda boshladik. PSG hujumchisi Kylian Mbappe, Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo va Barselona futbolchisi Lionel Messi haqida gapirdi. Agar men ulardan birini jamoaga tanlasam, g'alaba qozonish uchun ikkisini ham tanlayman. Ulardan birini tanlash bu haqorat deb hisoblayman. Yoshligimda Messi emas, Ronaldoni tanlardim. Endi ishonchim komil emas. Messini afzal ko'rgan odamlar bor, ammo Ronaldoni tarixdagi eng kuchli futbolchi deydiganlar ham bor, deydi Mbappe. Chempionlar Ligasida chorak final bosqichi yakuniga yetib, yarim finalga yo'l olgan jamoalar juftliklari aniq bo'ldi. Yarim finalning dastlabki o'yinlari 30-aprel 1-may, javob bahslari esa 7-8 may kunlari o'tkaziladi. Final esa 1-iyun kuni Madriddagi Metropolitano stadionida bo'lib o'tadi. Londonning Chelsea klubi Lille hujumchisi Nicola Pepeni olib kelmoqchi deya xabar beradi Mirror. Manbaning xabariga ko'ra, londonliklar Pepeni yozda Realga o'tishi kutilayotgan Eden Hazardga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Avvalroq Lille o'z futbolchisini 80 million yevroga baholagandi. Futbolchi xizmatlariga shuningdek Bavariya, Manchester City va Barselona klublari ham qiziqish bildirmoqda. Tottenham Chempionlar Ligasi chorak finalda Manchester City'ni musobaqadan chiqarib yubordi. Londonliklar 1962-yildan buyon ilk marta Yevro kuboklar yarim finalga yo'l oldilar. Shu tariqa Tottenham yarim finallar oralig'i rekordni o'rnatdi 57 yil. Bundan avvalgi natija Atletico'ga tegishli edi. Madridliklar 2014-yilda Chempionlar Ligasi yarim finalda o'ynagan. Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp Chempionlar Ligasi chorak finalining javob o'yinida Porto ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Bu mavsumda yaxshiroq o'ynayapmiz. Bizni bo'ron kutayotganini bilardik va bu sodir bo'ldi. Ikkinchi bo'limda Portoning kuchi tugab qoldi. Biz o'yinni nazorat qildik va gol urdik. Biz tajribali jamoamiz. Bu tushunarli. Qiyin o'yin bo'ldi, ammo yarim finalga yo'l oldik. Hammasi yaxshi. O'rtoqlik o'yinlarini hisobga olmaganda men hech qachon Barselona bilan o'ynamaganman. Bu o'yinlarni sabrsizlik bilan kutaman, deydi Klopp. Liverpoolning senegallik hujumchisi Sadio Mane Merseyside safida uzoq yillar o'ynamoqchi ekanligini ta'kidladi. Men Liverpool va APLning afsonasi bo'lishini xohlayman. Men jamoa sovrin yutishi uchun har narsa qilaman. Liverpool uchun o'ynashdan mamnunman. Men bu yerda bo'lishni yaxshi ko'raman, deydi Mane Sky Sports nashriga bergan intervyusida. Avvalroq Mane Real Madridning asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida qaralayotgan edi. Turinning Juventus klubi prezidenti Andrea Agnelli keksa senyoralarning bosh murabbiyi Massimiliano Allegrining kelajagi borasida gapirdi. Bu mavsum Chempionlar Ligasi Juventusning asosiy maqsadi edi. Kelasi mavsum ham xuddi shunday bo'ladi. Ajax bilan yosh jamoa o'ynadi. Jamoa albatta o'sishi mumkin. Allegri bilan birga uning Juve bilan 1 yillik shartnomasi bor. Yozda yangi kelishuvni muhokama qilamiz, dedi Agnelli. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.